Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlarga Samarqand dastavkani skladini ko'rsataman. Xuddi mana shu Abishni magazinday bo'ladi. Hamma narsalar отдельно rastalarda turadi. Bu yerda faqat senalari bo'lmaydi. Hamma narsa bor. Hozir ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Xuddi Abishni magazinday bo'ladi mana sklad. Mana shu yerdan zborchiklar tovar kerakli, qanaqa zakaz tushgan bo'lsa, o'shalar terib olib chiqib beradi bizlarga. Mana bu yerda har xil sredstvalar bor kirish uchun. Bu yerda har xil anoraziya idishlar, pamperslar, детские produktlar, pechenya, shampun, bumaga, ya'ni magazinda nima bo'lsa hammasi bor. Mana skladdan energetiklar turi bilan turibdi. Mana shunaqa holat bu skladda. Sizlarga shuni mana bu yerda chipslar. Bunday katta sklad emas, обычный normal. Hozir yarim kechasi 12, Moskvada 19 gradus sovuq. Onalarni sovuq bo'lyapti. Birdan sovuq tashab ketdi. Billat, mashum. Lablarni yorib yuryapti. Lab yorilyapti. Dastavkada ish vaqtimiz tugadi.